Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xonim nomli tarixiy romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozlanib, Beliqut to'g'rida antildi. Maslahat pishqondan keyin Shar'ali Bahodirni uyga mehmondorchilikka chaqirdi va afyun aralashtirilgan sharobni bo'ldi degicha ishkizib g'arq mast qildi. Ondan Bahramin uxlayotgan Shar'ali Bahodirning kiyimlarini soldirib, yalang'ochlab uyning to'rikiga chambarchas bog'lavatdi. Amir lashkarning mastlikning yeshilishini kutdi. Yuziga muzdek suvning chechilishidan esi kelgan Shar'ali Bahodir o'zining turqini ko'rib hayron qoldi va g'azab bilan vaqirdi. Tap taqmasdan meni yalang'ochlab bog'lab qo'yishga ko'zimga qaysi? Vaqirmislar Amir lashkar janoblari, dedi heliqi ichki sarkarda Shar'ali Bahodirga nafrat bilan qarab. Sizlarni mana bu ikkimiz bog'ladik. Ular xotinlarga Shar'ali Bahodirning qandoq zo'rlik qilganligini birma-bir so'zlagandan keyin Shar'ali Bahodirning kechirim so'rab, yelinish, yolg'onishlarga parvo qilmasdan xotinimga to'ymagan narsang shumi degunicha toshqi bilan zakirni qo'shib to'ydan to'lg'ab kesibdi. Dahshatlik og'riq azobiga chidamagan Shar'ali Bahodir zar-zar qaqshidi va shu yusunda bir hazo tipirlagandan keyin asta-asta jon taslim qildi. Shar'ali Bahodir qonsirab o'lgan edi. Shar'ali Bahodirdan qisos elish maqsadiga yetgan ikki sarkarda bo'lgan ishlarni tafsili yezib, o'zlariga Sulton Ismoilxondan jazo talab qilib, ostoniga jiddiy ma'lumot ma'lumurgan edi. Mirza Haydar Davlatining so'zlari oxirlashgandan keyin Sulton Ismoilxon bir hazo sukutga cho'mdi. Shu topda u Shar'ali Bahodirdek sadoqatman, Shermat Azmatning bu darajada topdan chiqib ketganligini faqatla aqliga sig'dira olmay o'tadi. Farmon, dedi Sulton Ismoilxon asta beshini ko'tarib. Barangar qo'shinning amiri Mirza Ismoil O'rdubegi Xotanning amir lashkarligiga tayinlansin. 3 kun ichida tayyorligini bitirib yo'lga chiqay. Marhum amir lashkar Shar'ali Bahodirni qatl qilgan sarkarlarning mansab martabasi elib tashlansin. Lashkari divon har qaysi yurt oymoqlarga lashkari jasoqni kuchaytirish xususida farmon tushirgan. Ona hazratimning shafqatiga hashqalloh deyishdi. Boshqa amirlar Sulton Ismoilxonning ancha chechilib ketmaganligidan ko'ngli oromga tushdi. Boshqa ishlar bo'lmasa, qaytinglar, deb amr qildi Ismoilxon. Amirlar xonga yana bir qatim ehtirom bildirgandan keyin qaytishdi. Mengishga tamshilib turgan Mirza Haydar Davlatini Mirza Bobog'ay sharatlab to'xtatib oldi. Endi Lalzor qasrida Sulton Ismoilxon, Mirza Bobog'ay, Mirza Haydar Davlati va Malika Muhtaram xonim qatorliq bir necha amir bilan xoslik qilgan edi. Shar'ali Bahodirning o'limi va o'limiga sabab bo'lgan ishlar Sulton Ismoilxonning ko'nglini g'ash qilib qo'ygan edi. Bayatdan ichgan sharobning kayfi butunlay tarqalib ketgan bo'lib, xonning tomoqlari qurib ketgan edi. Mirza Haydar Davlati oltin jamg'a liqlab sharob qo'ydi-da Sulton Ismoilxonga taqladi. Bir o'tlam sharob ichib olslar qildigayim. Xon gap so'zsizlar oltin jamni qo'liga oldi-da sharobni go'pildatib ichibdi. Xonning kayfiyatining xeyli normallashganini his qilgan Mirza Bobog'bek asta so'z boshladi. Ko'ngillarni yerim qilmislar qildigayim. Marhum sarkarda Shar'ali Bahodirning fojiasi haqiqatan bir savoqdir. Buyuk Saidiya saltanatimizda osoyishlik hukm surgan bu 5-6 yildan beri lashkari ishlarda eg'ir-susluq, bo'shanlik kayfiyati paydo bo'ldi. Lashkari qonun jasoqlar bo'shishib, lashkari mashqlar tashlanib qoldi. Avomdan lashkarlikka qabul qilish ishlari zo'r darajada qisqartirilganligi uchun qari-cho'ri, ojiz lashkarlarning o'rniga yosh, qovul lashkarlar saflanmadi. Xonliqimizda tinchlik hukm surganda qilgan bilan
eli rayonini besib olgan Oyrat Aqso'ngaklari o'z nesibisiga shukr qanoat qilmay, hadab qumul tavasida parakandichilik paydo qilmoqda. Lashkari divan mushu xususda ana hazratimga bir necha qatim ma'lumot sungan bo'lsaqmi, hech bir javobini ololmadik. Mana endi sarkarda sarvozlarimiz aysh kirat, kayif sapog'i berilib, ra'iyatga zulm sitamlarni selishga boshlabdi. Chigirdagi lashkar qarorgohlarni tartibga solish, yangilash, yangi lashkar qabul qilib mashqlantirish va ra'iyatning ko'nglidagi parakandichiliklarni tugutish to'liq zarur bo'lib qoldi. Buning uchun xazindan xarajat ajratib, lashkariy xarajatni oshirishga to'g'ri keladi. Shir Ali Bahodirning o'lim voqeasiga yanala lashkariy divon javobgar bo'lishi kerak, dedi Sulton Ismoilxon qopqinib. Lashkariy xarajatni oshirsak, endi to'lqinishga boshlagan xazina yana qurilishga boshlaydi. Buyuk Babariylar bilan Buxoro xalqidan voyim yemsak bo'ladi. Ular bilan o'tirimizda ahd va paymon bor. Elini besib olgan Oyratlar qo'milda ancha-muncha parakandislik tug'dirgan bilan buyuk Saidiya tasarrufimizga besib kelishga zinhor petlanmaydi. Chunki ular hozir Xaqoni Chin podshohi bilan put tepishib, zimin talashish halakchiligida. Mushundaq ahvol ostida xazindan ziyoda lashkar xarajat ajratish xuddi suni ko'rmay o'tish olgandek ish bo'lib qolmasmi? Mirza Bobobek Sulton Ismoilxonga ortiqcha gap yondiramay, Mirza Haydar Davlati bilan Malika Muhtaram xonimga qaradi. Har holda lashkar to'liqlashishiga sal qaramig'imiz yaxshi edi, deb panoyim, dedi Mirza Haydar Davlati. Lashkariy devon yaqinda har qaysi yurt, aymoq va chegirdagi lashkargohlardan olgan ma'lumotdan qaraganda, har 10 nafar xon lashkarining 5-6si qiyr ojiz, jangi yaramaydigan lashkarlar ekan. Mirza Haydar Davlatining bu so'zlariga Sulton Ismoilxon hech qanday ifoda bildirmadi. Xon atam shoir Muhammad Emin Xo'jam Hirqi Hazratning Muhabbatnoma va Mehnatkam dostonini o'qidimikin? Malika Muhtaram xonimning to'yuqsiz so'rgan bu savolni anglab, Sulton Ismoilxon bir oz gangirdi. Bu savolni nima maqsadda so'rganligini bilmay taajjublandi. Qancha-muncha o'qidim. Undaq bo'lsa, xon atamga mush dastondan bir necha misra o'qib beray, dedi Malika Muhtaram xonim va qo'ldagi bo'lg'ir tashliq kitobning o'zi belgi qilib qo'ygan varaqini ochib o'qishga boshladi. Nökerler bo'lmasa shoh ham gadadur, qoyu shoh bir-birin hukmin tutadir. Qilanmas birsi-birsiga ulug'liq, nechun kim shohlik yosi quruqliq. Bari shoh jami esa yo'qdir ra'iyat, qachon qilg'ay ular bir-biriga xizmat. Gado birla ko'zundur shoh zoti, gadoning davalati shoh iltifoti. Mirza Bobobek Malika Muhtaram xonimning aqliga yana bir qatim qoyil bo'ldi. U garchi dostonni xeli tafsiliy o'qigan bo'lsa-mu, bu misralarga ancha diqqat qilmagan edi. Eslatdi. Nemishqimi o'g'il bola bo'lib tug'ilib qolmagan bo'g'aytingiz Malika. Aslida bu misralarni xon oliylariga birlikda o'qib berishga meni da'vat qilishingizdimi? Xuddi menga o'xshash ko'nglingizga lashkariy ishlar to'g'riliq muddo tikishganda. Bu shubhaman qizim. Xon olilarini faqat sizlar qoyil qila olasiz. Shu kunlarda yeshining cho'ng'ishiga ayishib borg'ansiri aqliga to'layotgan Malika Muhtaram xonim tantakiga sho'xlig'ini tashlab jimg'urdishib borg'ansiri nazokatlik bo'lib qolgan edi. Sizning mudoyingizmi Amir Kabir janoblari bilan o'xshashganda Malika, dedi Sulton Ismoilxon Malika Muhtaram xonimning maqsadini tushunib. Shunda qanata, hammasi saltanatimizning tinch amolligi, shonu shavkati uchun. Zodi lashkariy xarajatni ko'paytib,
Lashkar to'liqlamasak bo'lmasmi amirlar? Dedi Sultan Ismoilxon ilgirki qaroridan bir oz tavrlanib. Lashkar to'liqlash emas, bir qism xon lashkarlarini Qumul, Turpan taraflarga yo'tkash kerak. Dedi Malika Muhtaram xonim dodil so'zlab. Bayasili aytgandek buyuk Bavariya yo'li bilan Buxoro xonligidan tashvishlanmasakmi bo'ladi. Ammo o'yrat oqsoqlardan har vaqt hushyor turmog'imiz lozim. Qumulning lashkari mudofiasini kuchaytsak, ondan xotirjam bo'lamiz. Shunga lashkari hozirliklarni kuchaytirish xususida yorliq tushirishlarni iltimos qilaman. Zinhor ikkilanmagaylar xon oliylari deb murojaat qildi Mirza Boboviy bilan Mirza Haydar Davlatov. Bo'pti, janobi amirlarning degancha bo'lsa, dedi Sulton Ismoilxon. Ammo lashkari xarajat ziyoda eshib ketmagay. Ana hazratimga ma'lum qilgan yana bir iltimosim bor edi, dedi Mirza Boboviy. Dilqut xazinasi. Qani xo'sh. Har qaysi yurt oymoqlardagi amir lashkarlar bir o'rinda uzun mazgil turganligi uchun o'z yaqinlarini, urug' tuqqanlarini lashkari mansablarga qo'yib, haqiqiy jangbozlik mahoratiga ega bahodirlar ko'p qatim yog'i janglarga qatnashgan sarvozlarni charkka qoqadigan, mansab martabasini tuvallatadigan ahvollar xususida arz shikoyatlar lashkari divonga ko'plab kelmoqda. Shunga xon oliylari farmon bersa, har qaysi yurtlarning amir lashkarlarini almashtirsa, bir qism qobil yosh sarkarlarning lashkari martabasini o'stirib, ta'minotini oshirib bersa, sarkarda lashkarlarning saltanatimizga bo'lgan sadoqatini oshirg'ili, lashkari qonun jasoqni kuchaytirib, Saidiya lashkarlarining jasoratini texmi o'rg'itqili bo'ladi. Bu vaqtda ikki janobi amir to'liq bir ro'yxat tutib o'rdaga yo'llag'ay. Qibligahimning himmatiga ashqallar, dedi Mirza Boboviy. Anglayotganlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Tun nisbi. Yulduzliq kecha. Lashkari ishlar dasturi nomli risolasining jang tadbirlari haqidagi bo'ligini yozayotgan Mirza Boboviyning uyqusi keldigandek emas edi. Xubdan namozdan keyin shira oldiga mo'chaygan Mirza Boboviy ikki tol shamning yo'rig'ida to'xtamay yozayotdi. O Sulton Saidxon, Sulton Abdurashidxon, Mirza Haydar Go'rigani, Said Muhammad Mirza, Oyazbek Qushchi, Mirza Fozil Cho'ras, endi Qush Mirza qatorliq mashhur sarkarlarning jang tadbirlari haqidagi bayonlarini, shundaqla o'z beshidan o'tkazgan janglarda ishlatgan tadbirlarni imkoniyatning bericha tushunishlik, obrazli qilib qog'oz yuziga tushirib atadi. O har bir jang tadbirlarini yozayotganda o'zini o'sha dahshatlik, rahimsiz qirchoq sadolar ortida qilich pulantib, ot choptirib jang qilayotgandek sezatda hayajon ilkida qog'oz yuziga qo'mush qalamni tez-tez yo'rg'iltadi. Bu jang tadbirini ishlatganda otliq lashkarlarni qaysi tarafga, piyoda lashkarlarni qaysi tarafga, o'qiyachi miltiqliq marganlarni qaysi tarafga o'rlashtirish va yana qandoq ishlarga diqqat qilish haqida tafsiliy to'xtaladi. Bu jang tadbirlarining dushman tuzgan qaysi jang tadbiriga mos kelmaydiganligini, bundoq ahvol ostida yana qandoq tadbirlarni ishlasa muvofiq keladiganligini, chekinsa qaysi usulda chekinish, hujumga esa qaysi usulda hujumga o'tish haqidagi cho'nqur mulohizalarini qo'shib yotadi. Malika Muhtaram xonimning tavsiyasi bilan sungan bu ulug' ilmiy amgakka beshidan nurg'un janglarni o'tkazgan. G'albi nusrat sharbatini, mag'lubiyatning ochiq g'urisini, o'lim dahshatini ketigan bu ulug' harbiy sarkarda to'liq astoydil muomala qilib o'tadi. Pakar shira oldida chazani qurib o'tirib, bir necha soat to'xtamay yeziqchilik qilgan Mirza Boboviyning ballari tilib, qo'llari uyushib ketgan edi. Ammo kallasida orqama-orqa chaqmoq chaqqan ilhom, tafakkur mulohizlar ko'z oldida zohir bo'layotgan hayvatlik urush ko'rinishlari uni to'xtamay qalam tavritishga majburlaydi.
O turib-turibla peshayvonning uchiq tarafidan yiroq osmon gumbiziga nazar tashlaydi. Oysiz. Ammo so'psizlik osmon gumbizidagi to'manlagan yulduzlar Mirza Boboqbekka sho'xliq bilan ko'z qisib charaqlaydi. Go'yo uning bu ulug' ilmiy amgiga tantana qilayotgandek peshayvon oldidagi chaqqong'ini bog'dan tomuzga, chekatga va allaqanday hasharotlarning to'xtamay chertildashlari anglanib turadi. Go'yo uningga madad berib, naqshi etib berayotgandek. Izg'irim ketish shamoli uning mag'zini so'yatdi. Choch soqollarini yalpitib, g'arg'in vujudiga huzur bag'ishlardi. Shu asnoda o'ylining ichiga ig'ir bir narsa tushgandek guz qilgan bir mudhish ovoz anglandi. Ammo yoshinib qolganligi sababli xulqi ig'irlashib qolgan Mirza Boboqbek tafakkur olimiga asir bo'lganligi uchunmi bu ovozni faqatli angladi. Guz qilgan ovoz uda 4 martaba anglandi. Ammo Mirza Boboqbekning quliqiga qumush qalamning qog'ozga so'rkilishdan chiqqan chip-chip qilgan yaqinlik ovozdan belak hech qanday ovoz anglanmaydi. O'yli ichiga yuzini beshidagi sallasining patlisi bilan mahkam o'rib olgan bir-biridan baslik 4 gavda sakrab tushgan edi. Pakar shira ustidagi ikki tol cham peshayvon ostini g'ova yuritib turg'achqami, o'ylining boqqa yondosh tom tarafiga qorong'ulikning hammasi tiqilib olgandek ko'rinadi. Bu qorong'ulikda eliqi 4 gavda asta-asta midirlab shom yo'rqiga Mirza Boboqbekning orqa tarafiga yaqinlashmoqda edi. Qaras. Bitil quruq tamash baslik gavdining oyog'i ostida chayilib shapi chiqadi. Gerçi bu to'limi ojiz shapi bo'lsa-mu, jimjit tun qo'yniga purkangan Mirza Boboqbek qasrda xuddi tevil duboz chalgandek anglandi. Qo'rqib, yuragi og'ziga kaplashgan 4 gavda joyidala buttak qotdi. Mirza Boboqbek bu shapidan beshini ko'tarib, bir necha daqiqa atrofni tanishdi-da, yana shira ustidagi qog'ozga mushchaydi. 4 gavda yana midrashga boshladi. Mana orliq barg'ansir qisqirmoqda edi. 4 qadam, 3 qadam, 2 qadam. Vodariha. Eliqi 4 gavda hech nimadan bexabar tafakkur olimiga g'arq bo'lib, bo'riti xat yozayotgan qog'ozga tegay-tegayli deb qolgan Mirza Boboqbekka xuddi o'ljiga etilgan yepqush hayvondek chaqmoq tezligida tashlandi. Ulardan ikkisi Mirza Boboqbekning tilib uyushib ketgan ikki qo'liga mahkam esildi. Yana biri gajgisidan yiziq shirasiga barliq kuchi bilan bosdi. Mirza Boboqbekning oppoq soqol bosgan eniki qog'ozga mahkam niqtaldi. Qerib, mag'durdan ketib qolgan bu bovoyning ojiz gavdasi to'poqdek bu 3 nomatning to'mir changili ostida qimir qilinmas holatga tushib qoldi. Suiqasdlar, qotillar, yaratgan Tangrim. Rizqi nesibam shunchalik ekandir. Bu risolni yezib tamomlagan bo'lsam çok koshki. Nomatlar, o'ltirsangmi bir daqiqa bo'lsa erkin nafas olib qo'yib o'ltirishmansa. Mirza Boboqbek xirqirgan peti aran shuni deyaladi. Yana bir gavda uning shiragi niqtalgan bo'yniga sovuq yaltirab turgan xanjarni gachchida sanjidi. Shu hamon uzilgan bo'yin tumurdan jirtildab qon etilib chiqdi. Mirza Boboqbek yana bir eg'iz echib bo'g'icha xanjar ikkinchi qatim sanjadi. Mirza Boboqbek texi yezib tamomlashga ulgurmagan lashkariy ishlar dasturining batlari qip-qizil qonga bo'yaldi. Qotillar uni jon talishib kipirlashga yo'l qo'ymay beshidan bir hazo besib turgandan keyin jon taslim qilganligiga to'liq ishonch qildi-da, qandoq shapsiz paydo bo'lgan bo'lsa, shundoq shapsiz g'oyib bo'lishdi. Mirza Boboqbek bo'lsa, xuddi uxlab qolgandek shiragi beshini qo'ygunicha jimjit yotadi. Dal shu daqiqada
Qashqar Bashkiramdagi Abdusupur boyning qo'rosiga maxfiy yig'ilishgan 200 dan ortiq murtil hidoyatchilarga Molla Naqi xalifa og'zidan ko'p chachirtib nutq so'zlayotdi. Ahli sunnatdagi yoranlar, janobi Qutbul Aqtobi 18 ming olamni nur ziyoga purkuguvchi pir buzurgimiz Abba Xo'jimiz Sultonul Muhaqqinning sadoqat bilan ummatlari necha yildan beri Dahriy Sulton Ismoil Xon qori musulmon sulki soqiyachilarning beshimizga shiltqan ajal qilishi bo'lib, besyor zulm sistemlarni soldi. Janobi Abba Xo'ja Valiyulloh pir azizimizni Saidiya tasarrufidan saltanat suri bilan qo'llab chiqarib, bizlarga ahli suluk ummatlarini Eshon Xo'jimizning oftobdek nuroniy jamolini ko'rishdi. Hazrati Payg'ambar Rasulullahninkidek yiqimliq ovozini anglashdi. Yarı sama, zihri sohbetlerge mushtaq buluştan mahrum kaldırıp, yürek bağrımızı hun eyledi. Bunu az görüp, Cenab-ı İşan düzürkümüz başlap bergen yarı sama sorunlarımızı takip kıldı. Şu sebepten İşan Pirimizin mübarek payı kademleri tekken mukaddes hanika, tünek hanlarımız, mazar tavafgahlarımız şöderep kaldı. Dahriy Sultan İsmail Han'ın zulmüdün kutuluşunu, pir buzurgimizning muborak nuroniy jamolini qayt ko'rishni tilab ko'z yoshlarimizni quritdik. Bizlarga murtil hidoyatchilarning talab orzularimizdan ko'ra Janobi Eshon Pirimizning talab orzulari Haq Taoloning dargohiga yetib, Janobi Allohning inoyati bilan yaqi yurtlardagi xon sultonlar Eshon Pirimizga besyor hurmat ehtiromlarni bo'libdi. Hatto Eshon Pirimizning kashfu karomatlarini ko'rgan butparastlarning xo'jisimi Pirimizning oyig'iga yiqilib, etaklarini suyib, gunohlarini tilab, qo'l berib murt bo'libdi. Pir buzurgimiz Zotil Aqtob, xalifamiz Molla Soqiy Hazratdan shundoq bir xush xabar yetkazdi-ki, pat yaqinda Eshon Pirimizga qo'l berib irodat qilgan, saodatman ahli suluk yo'l tutgan Lakmin O'yrat lashkari Saidiya ziminiga bostirib kelib, Dahriy Sulton Ismoil Xonni yo'qitib, Saidiya taxtida Eshon Pirimizni xon qilib tiklibdi. Yaranlar, murtil hidoyatchi g'ozilar, g'aflat uyqunglarni ichinglar. Yotgan bo'lsanglar darhol qo'pinglar, qo'pgan bo'lsanglar darhol meminglar. Pir buzurgimizning musibat g'alabasi uchun butkul Saidiya tasarrufini qori musulmon, ozmi sulki soqiyachilarning, dahriy munofiqlarning posiq oyog'idan tozalash uchun harakatlaninglar. Janobi pir buzurgimiz yana shundoq deb va'da qasamlarni qilibdi-ki, kimlarki Mo'ng'ul lashkarlariga hamdamda bo'lib, Dahriy Sulton Ismoil Xon lashkarlarining boshlarini tinizdan judo qilib, soyning teshidek yotqizib etdi ekan. U murtil hidoyatchi Zotil Aqtoblik maqomiga yetgan. Va boqiy olamda 8 jannatdagi maishatlardan huzur halovat surgan. Agar kimasiga qo'rqinchoq qilib, piri buzurgning farmoniga bo'yin tog'liq qilsa, Mo'ng'ul daglarining lashkarlariga hamdamda bo'lmay, Dahriy xon lashkarlariga yordamda bo'lsa, şu haman tini par bulup, üdüne veylun dozaqda ko'ygan. Oti bo'g'illarni dozaq so'rab kirgan. 70 avlodigacha 500 ko'migan. Qara, yaranlar, bir buzurgimizning musibat, omadlari uchun, saodatman ahli sulkimiz uchun Janobi Xo'jimiz tezroq Eshon podshoh bo'lib, shafoat taxtida o'tirib, bu qarg'ish tekkan ziminni saxovat zoyisiga purkish uchun duoga qo'l ko'taraylik. Şu haman neçe yüzlügen murtil hidoyatchilar amin, amin deb duoga qo'l ko'tarishdi. Ularning asabiylarcha go'ngrashlardan Abdusupur boyning qo'rosi tavrab ketdi. Anglayotganlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Milodiya 1678-yili Qo'g'in pishiqi. Kemqi tushdagi kuyuk oftobda xilil silkib qolgan Oqsu shahrining ko'cha rastalari quyoshning g'arbga qiysiyshiga ayishib, yana qaytadan jonlanishga boshlagan edi. Odamlar qo'zi tushdan boshlab issiqqa chidamay uylarga, dal daraxtlarning soyasiga bekinib olganligi uchun do'kon yaymalardagi soyvan ostida mo'lishib, chevin qurib o'tirgan savdogarlar, do'kondarlar, tijoratchi, o'zigarlar, hunarvand kasblar havoning salqinlashishiga ergishib, bir-birlab paydo bo'lgan odamlarni ko'rib, ko'zlarini o'g'lab etishib, mollarga bor ovoz bilan xaridor chaqirtishyapti. Dovchilar,
Baqqallarning sodisi to'limi chap-chap edi. Alliq oyoqlardan ot chaptirib, qo'llaridagi darillarini pullanlatganicha sharob ichib ko'chaga chiqib olgan maslarni, nashini bo'ldidigicha chekib, egiz pastaslab yurgan dangilarni va yuzini echib olgan ayollarni adablab surhayvi ko'rsatayotgan do'rg'ilarni hisob qilmaganda Oqsuv shahridagi qaynam toshqinlik hayot kundikiga o'xshash bir xil davomlashmoqda edi. Boshlarga ajoyib dahshatlik bir mudhish balo qazoning bostirib kelayotganligidan xabarsiz oq ko'ngil mard apuchan Oqsuv xalqi to'limi g'amsiz holda o'z tirikchiligi bilan mashg'ul edi. Qosh qaraygan mahalda Oqsuv shahrining g'arbidan osmon palak quyuq chang to'zon ko'tarildi. Shahar sepili ustidagi lashkarlar bo'ronchiqqa o'xshaydi deyishdida ortiqcha shubhilanmadi. Shu daqiqada dahshatli qor bo'ron Oqsuv shahriga hamma nimani yalmab yutib yetadigan uchirg'anliki narsani vayron qilib yetadigan alpozda bostirib kelyotdi. Savdolikni bitirib olgan dehqonlar, chorbozorchilar, hojatmandlar, ishlamchi medikarlar uy qonalg'ilariga jo'nash uchun shahar darvozasidan oldirash sirtqa chiqyotdi. Mushu daqiqada Oqsuv shahrining noyib amirdan tortib oddiy xalqigacha, qalandar darvishlardan tortib yetim yesir musofirlargacha atidagi bejirmakchi bo'lgan yurtlarchilik ishlari va turmush halakchiligini hisob qilmaganda to'limi g'amsiz edi. Ko'z bog'langan mahalda Oqsuv shahar sepiliga yiqilib qolgan osmon palak to'p-to'mon to'zitib kelayotgan qora bo'ron birdilla son-sanoqsiz otliq lashkarlarga aylandi. Eliki to'pchanglar ashu to'manlagan jang otlarining to'yoqlaridan ko'tarilgan edi. Buni eng dastlabda bayqagan sepil ustidagi lashkarlar hayroni has qilishdi. Mudhish ajal vahimasi butkul vujudini so'g'uq tarlatdi. Tuyuqsiz esini yiqqan qarovullar beshi birdilla vahim bilan varqirab ketdi. "Sarkardilar, xabar qilinglar! Sarkarlarga xabar qilinglar! Shaharga yog'u bostirib keldi!" Shu hamon lashkarlar esini yig'ishdi. Qilish nayza, o'qiya miltiqlarini elib sepil ustida yugurishdi. Qori terga cho'milgan lashkarlar vahima ilkida varqirshatdi. "Sepilni darvozasini taqinglar! Amir lashkarlarga xabar yetkazinglar! Hamdamchi lashkarlar sepil ustiga tezroq tushib bo'ladi." Shu daqiqada Xo'ja Hidoyatulloh ishon boshlab kelgan Jo'ng'or oqso'nliklarining kattasi G'aldan Beshikto'xon boshchiligidagi 120 ming otliq lashkar xuddi yugansiz kalkunda taqashga ulgurmagan shahar darvozasidan qirchoq sadolar ilkida bostirib kirdida bir osh pishimga yetmagan qisqa vaqt ichida bu dahshatli qirg'inchilikning bosh oxirini bilib yovg'i taqobul turishga ulgurolmagan Oqsuv shahridagi Saidiya lashkarlarining ko'p qismi qirilib, oz bir qismi qechib, bir qismi asirga tushgan edi. Xo'ja Hidoyatulloh ishon bilan G'aldan Beshikto'xon Oqsuv amirining o'rdisiga bostirib kirganda, xotin bola chaqinlari bilan bir qism amirlarini va mingga yaqin xos navkarni agashtirib qechib chiqqan Oqsuv amiri Qashqarga qarab o'la tirlishiga qarmay qechib ketayotdi. Beshining cho'qqisiga bir tal, ikki yeniga ikki tal ko'kula chash qo'yib, qolgan qismini tamomiy tushirib o'tgan. Ikki g'irish uzunlikdagi ko'kula chechini o'rib olgan. Yong'oqdagi cho'ng'liqdagi qimmatbaho toshlardan bo'yniga liq keltirib esib olgan. Mong'olcha to'nining ustiga belib qasirqi shakldagi mis daldalg'ush kiyib olgan G'aldan Beshikto'xon g'albi tantanisidan terisiga sig'mayli qolgan edi. Panoq burnining ikki tarafida to'mpiyib chiqqan. Hozirlik qon tepsirib chiqqudek qip-qizil mangzi ustidagi qiyshiq o'ri ko'zlari bir daryo qonni ichishga tayyor turgan yirtqush maxluqning ko'zlaridek so'rlik poqiraydi. Shu asnoda bir-birlab salomga kirgan sarkardalar uning oldiga kelib, muhli tizlandida Oqsuv shahrining barliq darvozalarini, sepil qo'qtillarini butunlay egilib bo'lganligini, o'zlariga qarshi til ko'tirgidek bir mul lashkar qolmaganligini ma'lum qilishdi. Tun yarımgacha har kimning olgan o'rdisi o'ziga taalluq, dedi G'aldan Beshikto'xon sarkardalariga qarab. Tun nisbidan o'tganda bir tuman lashkar Oqsuvni qo'g'dab qoladi. Qolganlar
Qashqarga qarab atlindi. Lashkari buyruqqa xiloflik qiluvchilarning kalli selindi. Shu asnoda Xo'ja Hidoyatullo Eshon qichirib qo'l bog'lab turgan tarjimonga oldirash temish irtijo qildi. Qaldan xo'jamga aytsala, Bahodir sarkardalar chiqib ketmay tursin. Ikki eg'iz talipim bor edi. Beshig'i kigiz Malxoy, uchisiga Mo'ng'ulcha to'n kiyib olgan Uyg'ur tarjimon G'aldan Bo'shto'xonning oldiga berib, tiz cho'kdi. Hidoyatullo Eshonning so'zlarini yetkazdi. Appa xo'jaga gapini qisqa qilsin, dedi G'aldan Eshonga qarabmi qo'ymay. Tarjimon buyruqni Eshonga tarjim qilib berdi. Eshon darhol tarjimonning yenig'ini tizlandi-da, G'aldonga qarab so'zlashga boshladi. Abdu adolatning zulfiqori, 18 ming olamdagi bahodirlarning bahodiri. Saodatman ahli ishqiya sulkining buyuk homiysi Shavkatlik Bo'shto'xon xo'jamga yetib ma'lum bo'lgayki, Dahriy Sulton Ismoilxon ilgari Oqsuda uzun mazgil amir bo'lib turg'ashqa, bu shaharda uning sadoqatmand yoranlari nihoyatda ko'pdir. Gerçi Shavkatlik Bo'shto'xon xo'jamning lakming bahodir lashkari bu shaharni bir osh pishim vaqtida fatih qilib nusrat qozongan bo'lsa-mu, Dahriy Ismoilxonning aşı munofiq, jahil, mut yoranlari texichi hayotdir. Agar Ostonni fatih qilib Saidiya tasarrufini ilkimizga olimiz deydiganmiz, orqa sepimiz bo'lgan Oqsu shahrini mustahkam saqlashimiz shart. Buning uchun Dahriy Sulton Ismoilxonning o sadoqatman, jahil, gadankesh fuqarolarini tamomiy qirib tashlamoqimiz lozim. Unda qilmay ekanmiz. Ular Dahriy Sulton Ismoilxon bilan osonlik birlashib olib, oldi orqamizdan hujumga o'tdi. Ostonni fatih qilmag'imiz to'liq qiyinga tushdi oliylari. Bundan 8 yil burun Shahzoda Yo'lbosxon bilan Oqsuga jazo yurishi qilgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon Oqsu lashkarlaridan qattiq yengilib, sharmandalarcha qochqinni texichili esdan chiqarmagan edi. O keyingi vaqtlarda o'zining o'rga qolgan lolmi itdek bechora taqdir qismatga tushib qolishni butunlay ashu qitimqi mag'lubiyatidan ko'radi. Shunga u Oqsu diyoriga, Batur, Bahodir Oqsu xalqiga chitirnig'igacha o'sh edi. O Eren qabrg'idan G'aldonni lashkarlar bilan Saidiya tasarrufiga boshlab yo'lga chiqqanda, bu o'shni elish uchun Oqsuni qonga bo'yashga qasam ichgan edi. Şuna hazır öç eliş fursatini qo'ldan berib qo'ymaslik uchun beguna Oqsu xalqini qatl-om qilish haqida G'aldonni quturtib atadi. Gerçi shu topda G'aldon Bo'shto'xon Hidoyatullo Eshonning qori yurkidagi mudhish shumliqni faqatla bilmasimi? Ko'rsatgan sabablarini to'liq o'rinli his qildi-da, sarkardalarga tun nisbigacha Oqsu shahrida yana bir qatim qatl-om yurgizishga farmon berdi. Tün nisbidan oshganda G'aldon Bo'shto'xon Oqsu shahrini saqlashga bir tuman otliq lashkarni qoldirib, Hidoyatullo Eshonning yo'l boshlashida Lovu lashkarlarini agashtirib, kechilab Qashqarga qarab yo'lga chiqdi. Bu qitimki qirg'inchilikda bo'ysunmas, bahodir Oqsu erkaklari qo'llarida to'zikerak temirning so'nuqi bo'lmasimi? 5000 dan ortiq dushmanga ajal sharobi ichirishga muvaffaq bo'lgan edi. Anlavatmanlar Beliqut to'ridan anlatılayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Oşı vaqti bilan Qashqar shahrining hayvatlik sepiliga ko'zi ilinishgan Oqsuning qochqin amiri agashtirib kelgan 1000 ga yaqin nökarni xotin bolalari bilan sirtqa qoldirib, o'zi bir necha hamroyini agashtirib, suv darvozasi orqali allaqachon savdo tijorati qizib ketgan Qashqar shahriga kirib keldi. Odul Qashqarning noibi va amiri Shahzoda Bobochoq sultonning ordisi qarab mangdi. O'zi darvozasining ikki tarafida 4 dan 8 nafar lashkar beshig'i dobulg'a, uchisiga savut kiyib, qilich qalqonlarini tutganicha xuddi haykaldek so'rlik qetib turishyapti. Darvoza oldiga yetib kelgan Oqsu amiri qorovulliga qarab baqirdi. Darhol ordu xabar yetkazinglar. Naib amir Shahzoda Bobochoq sulton oliylar bilan ko'rishadigan muhim ishim bor. O'ng tarafda turgan qorovullardan biri kiyim-kechaklari to'liq rassiz. Uyqusizlikdan ko'zlari qizirib ketgan,
chiroy turqi harg'in bu mehmonlarni bo'yidan beshiga bir qo'r qarib etgandan keyin butunlay to'mir bilan qoplangan ig'ir darvozaning bir qanotini kuch bilan ittirib qiyo ochdilar. Ichiga kirib yana yepib etdi. Ayol o'tmay darvozaning bir qanoti yana g'ichirlab qiyo ichildi-da, yeliqi qorovul bilan egiz bo'yliq lashkar beshi qopqidan muz yog'dirib chiqib keldi. U mehmonlarga takabburlik bilan bir qarab etgandan keyin to'ngluq bilan so'radi. Janobiy shahzoda olilari bugun mehmon qabul qilmaydi. Aziz ma'lumotlaringlar bo'lsa, ertaga qabul vaqtida kelinglar. Lashkar beshi gap tugidi deganni qilib kirib ketish uchun kayniga yandi. Jindek tahir qilsa begim, dedi Oqsu amir. Bizlar kim Oqsuning noyib amiri bo'lurmiz. Shahzoda Bobojon Sulton olilariga yetkazadigan nihoyatmi jiddiy ma'lumotlar. Tahirsiz xabar qilsinlar. Nima? Oqsuning noyib amiri? Sepahbek mehmonlarning bassiz tangil-sungul ustiyishiga yana bir qatim qarab etgandan keyin masxarlik yegaydi. Salla kimni ahmoq qilishmoqchi? Mushu Edgar Apton bilan o'zini Oqsu amiri deyish qandoq etmishdan? Mana o'rda darvozasining lashkar beshi bo'g'ili 7-8 yil bo'lib qoldi. Osmondan kelgan talay amirlarni, har qaysi yurt aymoqlarning amir baglarini kutib olganman. Salladak ikki tok soyoqning yolg'on yavdoqlariga oldinib qolamanmi? Mushu yolg'on so'zlaring uchun lashkarlarga tuttirib, hapsiga so'ltib etsammi bo'laveradi. Xayr, ertagicha sallarga rahim qilay. Oqsu amri oldirichliqda hech qanday hasham daramsiz, mansabdorlarcha to'n sarpoyisiz kelganligi uchun yipiga Sepahbekning ishonmaganligini tanladi. Ammo shu taqda bu hakavur sarvoz bilan ortiqcha gap talashib turishga fursat yo'q edi. Necha tumanlagan vahshiy yov Qashqarga qarab xuddi Dajjalning eshikidek osmon zaminni supurib bostirib kelyotdi. Mana shunday jiddiy paytda uning kallasiga tuyuqsiz bir aql keldi. Qo'yindan zangarning shoir ro'moliga o'ralgan qo'sh muslimchilik cho'nliqdagi bir tuganchakni oldi. Ala, mana bu Sultan Ismoilxon olilari menga o'z qo'li bilan topshirgan Oqsuning noib va amirlik muhri, dedi u shoir ro'molni yechib qo'sh muslimchilik cho'nliqdagi elpis shakllik qoshtashi muhrni lashkar beshiga tanglab turdi. Muhrni darhol shahzoda olilariga topshiribdi. Navoda sust qilib, salpalib kechikib kelsa, shahzodaga kallani oldirmay qo'ymayman. To'limi jiddiylashgan Oqsu amirning chiroyli chaktirib olgan chor soqollari sezilarlik titrab ketgan edi. Lashkar beshi uning dahshat yig'ib turgan qorchig'i ko'zlariga aylanib qaradi-da, qoshtashi muhrni ikki qo'llab olgancha lom jim demasdan darvozadan kirib ketdi. Bir cho'gin choy qaynamchilik vaqt o'tganda to'mir darvoza yana g'ichirlab ichildi-da, qoshtashi muhrni ko'targanicha o'rda eshik og'isi Bekovulbek, Divonbegi qatorliq bir qancha amirlar chiqib kelganicha Oqsu amirga ehtirom bildirdi. Assalomu alaykum muhtaram noib amir janoblari. Naqobil sarvoz hazratlarini tuniyolmaganligi uchun adabsizlik qilib saqlatib qo'yibdi. Valiahd olilari bizlar kim Qashqarning bir necha amirlarini oldinlariga afu so'rg'ach, o'rniga taklif qilish qavatdi. Qani, o'rniga marhamat qilg'aylar. Oqsu amiri bir chetda qo'rqinishdan tomdek tatirib turgan sarvozga lappida birini qarab qo'ydi-da, amirlarning salomini xo'sh chiroy ilik oldi. Yo'qsa, janobiy amirlar, sarvozni gunohi yo'q. U o'zining majburiyatini ado qildi. U ortiqcha so'zlab o'tirmay o'rniga qadam bosdi va o'rda eshik og'isining yo'l boshlashida Odil noib amir sariyiga qarab mandi. Sarayning to'ridagi oltin taxtda Shahzoda Bobojon Sulton mehmonlarni saqlab o'tirardi. U Oqsu amirni ko'rib, o'rnidan turib ehtirom bildirdi. Gerçi Oqsu amir bilan Shahzoda Bobojon Sultonning mansab qo'lasi tang bo'lsa-mu, ammo Shahzoda valiahdi bo'lganligi uchun Oqsu amiri oldi bilan salom qildi. Assalomu alaykum janobiy valiahd, dedi u qo'l bog'lab turib. Ogoh va dono bo'lsin-ki, Jungar Oqsuvaklarining lakmo'lg'an lashkari azizona Qashqar tomon butkul yer zaminni qoplab bostirib kelmoqda. Men g'ofilligimdan
ul bosqinchilarning tuyuqsiz hujumiga bardoshlik berolmay, Aqsu shahrini toptirib qo'yib, ozg'ini navkarlarim bilan muborak huzurlarini panoh tortib ketib keldi. Qapqara tomacha buriti buğday o'ng chiroyiga qo'ymi yarashgan, qo'sh ko'zlardan 25-26 yoshlik yigitlarga xos jasorat chaqnab turadigan bo'y basining egizligidan oltin taxtda o'tirsimi xuddi o'ri turgandek tuyg'u beradigan shahzoda Boboychoq Sulton bu shum xabarni anglab bir oz taajjublandi. Lavlari allaqandoq bir ichki tuyg'udan titrab turgan Aqsu amirni taxtning yanidagi bo'sh kursiga taklif qilib o'ltirg'izgandan keyin o'zini tutib olib turib ehtirom bilan so'radi. Tafsilare so'zlab berdilar, ey janobi amir. O'zing qandoq ish? Aqsu amiri bo'lgan ishlarni yig'inchoqlab tezli bayon qildi. Valiahd, tezdan yovga taqobil turishga hozirlik ko'rgaylar, dedi u gapining oxirida. Ostoniga davlat bana xon olilar huzuriga tezdan chaparman navdirg'aylar. Men janoblarga hamdam bo'lib, ul bosqinchilar bilan elishib, bu arzimas jonimni qurbon qilish badaliga gunohimni yo'g'ayman. Shahzoda Boboychoq Sulton yoshligiga boqmay o'zini to'xtatib olgan. G'ayur bahodir yigit edi. 5 gaz uzunlikdagi bir chorak ig'irlikdagi po'lat naysini xuddi bir tal yekanni ko'targandek ko'tarib, tugmanning chaqbaligidek chaqmoq tezligida o'ynatish mahorati bilan butkul Saidiya tasarrufidagi jonboz bahodirlar ostida alohida dong chiqargan edi. Nayzibozlikda uning tangdishi yo'q edi. Peshqadam sarkardilar uni Sulton Abdurishid xonga taqqoslab madihlashatdi. Mergellikda dong chiqargan Maliki Muhtaram xonim bilan bir necha navbat o'qiya etishda sinishib, tanglashib qolgan edi. Janobi amirlar, dedi Shahzoda Boboychoq Sulton jiddiy tarzda saraydagi amirlarga takshir qilib. Ahvoldan to'liq xabar topdinglar. Vahshiy yov bostirib kelibdi. Balki bugun kech peshin mahalda yov bilan tutish qilishimiz mumkin. Farmon, har qaysi quruqlarni birdan sarkarda 3000 dan lashkar bilan qo'g'daydi. Shahardagi qo'liga qurol tutolug'idek erkaklar hamdam bo'ladi. Qolgan sarkarda lashkarlar men bilan birlikda shahar sirtiga chiqib bargoh quradi. Noinsof bosqinchilarning fosiq qadamlarini buyuk Saidiya tasarrufidan qo'g'lab chiqarmoqcha hargiz jondan qaytmaymiz. Bizga janobi Allah Hazreti Ali Shohimardan radhiyallohu anhu pirimiz madadkor bo'lg'ay. Boboychoq Sulton Yemisor qal'asini saqlab yotgan sarkarda lashkarlarni tezdan hamdamga kelish va ostonaga bosqinchi yog'idan xabar yetkazish haqida jiddiy chaparman mongdirib o'tgandan keyin qolgan 15 mingga yaqin sarkarda sarvozlar bilan suv darvozasidan chiqdi-da, yovning oldini to'sib zarba berish uchun To'man daryosidan 10 necha chaqirim yiroqlikka sayda qarorgoh qurdi. Uningcha yurt makoniga yov lashkarlarining bosqin kelayotganligidan xabar topgan shahar atrofidagi yezi qishloqlardan kelgan azimatlar o'zligidan 10 ming kishilik fidoi qo'shin bo'lib tashkillanib, xon lashkarlariga qaytildi. Shu topda butkul Saidiya lashkarlari va ularning lapildab turgan sanoqsiz tog' alamlar bilan to'lib ketgan edi. Bargohi oliga jam bo'lgan sarkarlarning chiroylari jiddiy tus olgan bo'lib, ko'zlaridan yovg'i bo'lgan nafrat ushqinlari chaqnaydi. To'rda o'tirgan Shahzoda Boboychoq Sulton vazmin ohangda so'zlab, jang tadbirlarini o'tirg'i qo'yib atadi. Buyuk zaminimizga bostirib kelishga petingan yovning kuchini salchoqlashga bo'lmaydi. Biz jang sifimizni imkon bor kengroq tuzib, yovni lashkarlarimizning sonini hozirdan bir hassa ortiqcha degan tuyg'uga keltirishimiz kerak. Yana bir tarafdan yog'i ko'ringan hamon orqa safdagi oddiy ra'iyatdan tashkillangan hamdamchi qo'shin tog' shaddillarini egiz ko'tarib, to'xtamay aylanib menib to'g'ay. Bunda qilsa, yov hamdamga kelayotgan Saidiya lashkarlarining texnichili oyog'i uzilmay yetibdi degan tuyg'uga kelibdi. Qaramliq bilan hujum qilishib ketolmaydi. Xudo xolisa, mushu vaqtcha yovni shu yo'sinda sarasimga selib tutib olsa, ostandan keldigan hamdamchi qo'shinmo yetib kelib bo'ladi. Navada yov to'xtamay bostirib chiqib qolsa, to'fangchi va cheqin to'pchi qo'shin eng avval hujumga o'tadi. Chunki noyib amir janoblarining ma'lumotidan qaraganda yov lashkarlari tamomiy otliq ekan. To'fang va cheqin to'p o'qlarining dahshatli portlash sadosi bilan
atlarni ürkütüp, Yavuz sepini patparaqçılık qilib, aymisini sundirmizda, ondan o'qiyachi mergenler arqılı adibini verip çekindirmiz. Veliyahti aliylarga ma'lum bo'lg'ay. Deginicha bargohi oliyga kirib keldi, yosh shibigan shahzodaning so'zini o'zib tashlab tez so'zladi. Yovul askarlarining qarisi ko'rindi. Xabarlandik, dedi shahzoda Bobojoq sulton o'zini xotirjam tutish qilishi. U sarkarlarga qarab farmon berdi. Janobiy sarkarlar, jang tadbirlarini esida mahkam tutqay. Mening buyrug'imsiz hech kimning o'z besimchilik bilan jangga tushishiga ruxsat yo'q. Qani, o'z lashkari sibingga qaytinglar. Shahzoda Oqsu amri bilan bargohi oliydan chiqdi-da, qarorgohning oldiga vaqtliq yasalgan ko'zitish molarining ustiga chiqib, qarshi tarafga nazar tashladi. Beliqut şirketida ovozga ilinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xonim nomli tarixiy romanini bugun bu yergacha anglatdik. Davomini ertadagi anglitishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Beliqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxs ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birgavlashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Beliqutdan bil. Beliqut xazinasi